Assalamu alaikum, hürmetli ko'rganlar. Bugün 2001 yılı 2. ayının 27. günü. Assalamu alaikum, hürmetli avazım gelip gelip atılmamış verdi. Hürmetli yeminimiz yazgıcı ve bizden yıllardan bu yan Erkin Asya Radyomuzda Uygurca haber işlep kelavatkan edimiz Gülşen Hanım'la ekranımızga təklif qıldıq. Gülşen'den aldığımki aylarda 5. fevral arxivlərinin ikincisini nəşr qılğandı. Təxi bizim qolumuz təymedi, amma aldığımki ilə birincisini mən oxub çıxandım. Qani, hoş geldiler. Sizler 2005 yılın bu yan Kanada'da yaşavattılar. Aşağıdan başlayla. Şundaq. 2005 yılda itibaren ben Kanada'da yaşavatdım. Ben Erkin Asya Radyosu'na ihtiyari muhbiri bulup burun işleyen Türkiye'deki vaktimizde Kanada, Toronto kelgenden keyin bir mezgil. Hazır Erkin Asya Radyosu'na ihtiyari muhbiri emasman. Hemen özüm şu erkin bir yazgıcı bulup yaşavatdım Kanada'da. Ondaqda sizler aldığımki iki katımlıq Uygur Akademisi ekranı programısı da ve bizim Dünya Uygur Kurultayı'nınki ekranı da kitaplar bilen münasebetlik kıymetli malumatlarını belli. Bugün şunun devamını hani biz bilen şu vetinimiz Golcu'da bunundan 24 yıl burun meydana gelgen Golca kırgınçılığı hakkında hem şu vaqtda siz Golcu dikerler. Onundan keyin çeteli çıkandan keyin şu Golca inqilabıda şehit olup ketken dernek urutup kalır bilen ve şu inqilab qatnaşıp bir şekilde Xitay'ınki boyun turqun qutulup çetelgi çıkanlar bilen nurgun söhbetlerini ötküzüp size hatıra kaldırıp degendek ama ahirisi bu kitap kütüp çıkıptı. Kitaplara mübarek olsun. Ondaqda söz özdirdi. Rahmet. Sizden bugün beni bu programı teklif qaldığınız için sizge alayda rahmet etmem. Aldı bilen bunun 23 yıl burun Golca yüzbeygen 5. fevral erkitiga bir tabir berishga to'g'ri keldi. Bu 5 fevral degan vaqtimizda biz 1990 yildan 2000 yilgacha bo'lgan 10 yillik bir jarayonni o'z ichiga olgan holda ta'bir berishimizga to'g'ri keldi. Har narsaninki boshlanishi, taraqqiy qilishi va oxirlashishi bo'lganiga o'xshash 5 fevral Golca harakatining boshlanishi, taraqqiy qilishi va oxirlashishi bo'lgan. Bunun başlanışı Xitay'ınki Golca şehrini Axtamaka intayın Azambat'ı tökme qilib setildigan Axtamaka zərlik çekimlik əvcib ketken bir şəhərge qasdan maqsadlik holda shunaq aylandırıb qo'yish tirişi. Bu jarayonda Uyg'urda yoshlarninki uyg'onishi biz kim? Biz nima uchun shundoq bir Axtamaka chekib, zərlik çekimlik çekib AIDS kesil bilen yuqumlanıp jurdigan shundoq bir millatga aylanib qoldik degan savol ostida o'z-o'zini tarbiyalashga o'tishi va bu tarbiyalashning va o'ziga qaytishning, o'zini o'ngshashning, o'zini so'roqqa tortishning ikki yo'l bilan bo'lganligi. Birinchisi Mashrab Uyg'urlarning an'anaviy xalq orasidagi axloq maktabi bo'lgan Mashrab o'ynash orqali, ikkinchisi islom diniga qaytishdan iboratmish ikki yo'lga tayinib o'z-o'zini qutuldirish yo'liga menishi. Bu axloq yo'liga menish va yaxshilanishning Xitoyning bu xil axloqiy o'zgarishdan Xitoyning o'tiramay qilib kecha-kechada birdan Uyg'ur yoshlarini tutqun qilishi. Oxirida Abduxelil Mejit korpusidagi bir turkum 333 nafar 313 nefermi, 333 nefermi shundoq kitobda aniq yozilgan. Yoshninki
bizni baribir tutib ketadigan Xitoy mashrab o'ynasak tutib ketadigan birdan izlariga bo'lmayapti, onundan biz o'zimiz ifodalashimiz kerak deb namoyishga chiqishi. Shuning bilan 5 fevral G'o'lja yoshlarning hozirgi zamon milliy uyg'onish harakatining boshlanishi. Uning orqasidan Xitoyning yana Abduxalil Mejit mashrab gruppasidan emas, uningdan boshqa mashrab gruppasidagi bolalarni birdan tutqun qilishga o'tishi, umumyuzlik yoshirin tutqunning boshlanishi bilan Uyg'ur yoshlarininki bu tutqunga qarshi Xitoyning qo'liga bekor chiqib qilib, Xitoyning qiyin qistoqlari ostida o'lib ketishdan, uningdan Xitoyga qarshi partizanlik harakatga o'tib, azroq bo'lsa-mu bir Xitoyga zarba berib, Xitoyga qaqshatqich zarba berib, shunday holatda o'lib ketganimiz yaxshi degan yo'lni tanlashi bilan partizanlik urushiga o'tishi, undan keyin Xitoyninki umumyuzlik keng ko'lamlik qora bir qirg'inchilikqa o'tishi, shuning bilan bu tarixning 2001-yili Abduxalil Mejit qatorliq sarkilarni o'lim jazosiga hukm qilish, Abduxalil Mejitga o'lim jazosi hukm qilgan bilan o'lim jazosi ijro qilinishdan burun Chapchal turmasida ig'ir tan jazosi sababidan o'lib ketdi. Mushundaq bir tarix 10 yillik bir zahar va aydizdan iborat mushundaq qasddan suiqasd qilingan bir shaharning qanday qilib inqilob shahriga aylanganligidan iborat 10 yillik mush tarix 5 fevral G'o'lja inqilobi deb ataldi. 5 fevralga ta'bir bergan vaqtimizda mushtaq ta'bir berishni men zarur deb qarayman. Hemen kitobni yozishni boshlagan vaqtidami birinchi oldi bilan 5 fevral G'o'lja inqilobi haqida bildiganlarimizdan ko'plab boshlagan. Bu ikki kitob bilan birinchi qismi bo'ldi. 23 yillik munosabati bilan Taklimakan Uyg'ur nashriyati tarafidan nashr qilingan. Yana birisi Bijilmavu G'o'lja 5 fevral inqilobining 24 yillik munosabati bilan Kanadada nashr qildim. Bu ikki kitob bilan 5 fevral G'o'lja inqilobining oid hikoyalar tugab ketmaydi. Bu kitobning yozib chiqishida İstanbuldagi illi mashrab Uyg'ur vaqtisiga oid ko'p yordamda bo'ldi. Shu vaqtning yetakchiligida biz 10 kishilik bir G'o'lja 5 fevral inqilobini qizish to'plash ratlash guruhi qurib, shu guruhninki yetakchilik qilish bilan men abdurlig'ini qilib bir teamwork, ya'ni hamkorlashib ishlashdan iborat bir ruh bilan bu kitobni yozib chiqdik. 5 fevral G'o'lja inqilobininki kitob bo'lib, shunday cho'ng hajmdagi bir projekt bo'lib yozib chiqilishda yordamda bo'lgan barliq do'stlarni tabriklayman. Shu rahbarlik qilish qizish to'plash guruhimizdagi do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, salomlarimni bildiraman bu yerda. Endi bugungi leksiyamizdagi asos mazmunga o'tib ketsak bo'ldi. Bugungi leksiyamizning asosiy temasi 5 fevral va Uyg'ur ruhi. Yana tuvanga tushsangiz, Uyg'ur ruhi degan vaqtida 5 fevral mezgildagi, masalan, G'o'ljadagi mahallalardan ayirib qarashga bo'lmaydi. Endi G'o'ljadagi mahallalar shu sharqdan shimoldan janubga, sharqdan g'arbga shu G'o'lja shahridan iborat o'tir markazni markaz qilgan holda shu qursh sanjaq Uyg'ur mahallalari qurshab turgan bo'ldi. Bu Uyg'ur mahallalarining hammasi mana suratda ko'rsatilganga o'xshash ashundaq bir-birisi bilan giralishib ketgan yaqin ashundaq qo'shnilar sanjaq selingan qo'ralar. Ondan keyin hamma mahallalar o'xshash birmi boshqa rangda oqatilib qolgan uylarning tomlarini ko'rmaysiz. Hammasi ashundaq zangar rangda oqatilgan, ostlarida yil rangda shakl berib qo'ydi. G'o'ljaning uylarininki shakli ashundaq, har millatning o'zi xos narsalari, qimmatli narsalar bo'lganga o'xshash. G'o'lja xalqining shu shundaq qimmatli narsalari bo'lgan. Buning birisi mahallalarninki yasinishi, tashqi ko'rinishi. Shundaq ayıltızıq bayrağımızınki şəklində aşındaq rəngdə bo'lgan. Ondan keyin u Kökəran bizning bayraq kökərimiz zəngərmiş bayrağımızın rəngində bo'lgan. Ondan başqa G'o'ljaning Uyg'ur mahallalarida
toy tökün, nazır çırak, onundan keyin buğa vaqtida hammasi bir-birisining uyiga kirib, savs qalam qildigan, qaç qumuşlarını rətlişidigan, tang uzatışidigan, bir-biriga yordam qildigan, atdigan qo'ralarining qo'chalarni tatib supuradigan, mushundaq ömlük, ittifoqliq şekillengen. Bu xuddi Xitoyning sirtqi ko'rinishidan qaraganda bu mahallalar xuddi bir Xitoyga qarshi bir tashkilotdek bir bergan. Bundaq ömlük ittifoqlikdan, birlik va barobarlikdan Xitoy shunchalik oxirgi yillarga kelganda bek andish qilib kelgan. Uningdan boshqa bu Uyg'ur mahallalari Aşı birinci slide tutsun, birinci Uyghur mahallalari, Uyghur meşribi, Uyghur çaqçaqlari, Uyghur futboli, ili xalq naqshalari qatorliqlarning kelmiş to'lg'an makani, ana makani, ana yildizi deb qarasaq bo'ldi, ana beshigi, Uyghur meşrablari, Uyghur çaqçaqlari, Uyghur futboli ham ili xalq naqshalari, mushu mahallalar hammasi bir jug'urlib, Xitoyninki mushu 70 yillik Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatini mansitmay keldi. Uyg'urlar bu mahallalar mahallasi bo'lmagan millatlarning qanchalik ruhiy jihatda kambag'al bo'lganligini mushu jihatda his qila olamizki, hamda Uyg'ur g'uljidagi bu mahallalar Uyg'urlarning mushu o'lmas narsalarini shakllantirishda intayin muhim rol oynagan bo'lib, Xitoyninki qandaqdir shuarvozligi, siyosatvozlikdan iborat mushunda aldamchi siyosatlardan xoli holda sap Uyg'urligi bilan bir Xitoy aralashmagan Uyg'urninki qadimiy yildizidan tortib an'anasi, madaniyati, diniy e'tiqodi, undan keyin madaniyati, san'ati hammasi jug'urilgan bir o'choq, mundaqcha aytganda bir ayrim bir davlatga o'xshash mushunday holatda saqlanib keldi. Bu yerda 80-yillarda, 90-yillarda va 5-fevral g'ulji inqilobi bo'lgan mezgillarning hammasida nayda bir o'mlik ittifoqlikning simasini, Uyg'urga xos hamma narsani mahallalardan topgan bo'ladi. U vaqtlarda g'uljidagi bir majamining imomining uyidimi bir tambir burdda isig'liq bo'lgan bo'ladi. Kechlarda kishilar darvozalarning oldilariga chiqib shanba kunlari to'y to'kinlarda nag'ma-nag'volarni qilib, Uyg'ur ruhiyatiga xos bo'lgan, bir millatningki ruhiyatiga xos bo'lgan, shu millatni shakllantiradigan etnik kelib chiqishi, madaniyati, san'ati, urf-odati, diniy e'tiqodidan tortib hech bir narsasini hech qanday bir chetga qaqmagan ahvol ostida o'zaro birlashib, birga yashab kelgandi. Oxirgi mezgillarga kelgan vaqtida Xitoy bu mahallalardan intayin ansirdi va qo'rqdi. Chunki bu yerda mashrab o'ynash, ya'ni asli kelib ketgan edi Uyg'urlarningki qancha ming yil davomlashtirgan axloq maktabi bo'lgan mashrab 95-yildan e'tiboran asli kelib, butun mahalla bo'yicha mashrab avjib ketgandi. Shunlar hozir qaraydigan bo'lsangiz, mashrab mayli mashrab bo'lsin, hamda Uyg'urlarga xos, Uyg'urlarga ham xos emas, boshqa millatlardan bor ekan, masalan, o'g'loq tortishish bo'lsin, mashrab bo'lsin, qozoq xalqining o'lang aytish, o'zaro o'lang aytadigan qozoq qirg'iz xalqininki o'lang aytishi deymiz, ili xalq chaqchaqlari, mushularning hammasi xalq san'ati bo'lachu. Xalq barpo qilgan, xalq orasida tug'ilgan, xalq orasida birga yashaydigan, xalq bilan tang yashab, xalq bilan tang o'ldigan narsa uni xalqdan orib etishga qat'iy bo'lmaydi. Xitoy oxirgi mezgillarga kelganda ili mashrablarni Uyg'ur mahallalarini orib etish, Uyg'ur xalqining orasidan orib etish uchun uni atalmış Şinjan televiziya stansiyalarining maxsus mashrab programmalari qilib, shu televiziya stansiyalarining sahnalariga ochib qo'ydi. Hamda yaqindan yog'zi qaraydigan bo'lsangiz, ili xalq chaqchaqlarini ili xalqining orasidan orib, buni qandaqdir choyrisi va milliard pul kabishini bir nima degandek bir programmalarga ma'lum odamlarni ko'tirib, shu programmalarni berish orqali aşaga chiqib, ili xalq chaqchaqlari xalq orasida mavjud bo'la oladi. Xuddi bir
nemini qar laylısını bak ekep köçürüp koysunuz, o qar laylısı yaşanmağına okşaş, qar laylısının makanı aşı egiz tağlıq qarlıq çoqlar buğuna okşaş. İlxalıq çaqçaqlarımı hiç bir yerdə oxşamaydigan, dünyanın hiç yerdən bir tapqını bulmaydigan, Uyg'urlarga o'ziga xos bir xalqning orasida mavjud bo'lib, xalq bilan o'zaro chaqchaq qilish orqali bir-birisiga chaqchaqni berish, u qaytirib chaqchaq qilish shundoq orqali yashnab ko'klaydigan narsa. U saxtiga chiqib Xitoyninki bunday qilishi shu suiqasdning 90-yillarda Uyg'ur xalqiga qilib bo'lgan suiqasd siyosatininki bir parchasi bo'lib, bu Uyg'urlar o'zaro bir yerga kelanmaslikni, o'zaro bir yerga ittifoqlashmaslikni, Uyghur ruhiyeti hakkında paranlaşanmaslıqni keltirip çıkırış için qilayotgan suiqasddan başqa narsa emas deb qarayman. Onundan başqa Uyghur mahallalari, ma'u mahallalarning haqida men sal jiqroq to'xtalman. Oxirgi qismlarga kelgan vaqtida sal tezroq o'tishim mumkin. Hamda shu Uyg'ur mahallallaridan Xitoy intayin qattiq ansirdi. Keyingi yillar kelgan vaqtida, masalan 1996-yili 3-oyda Xitoy chiqargan 7-nomerli hujjatda bunda ikki muhim so'z bor. Birisi Şinjandagi asos xavf, birisi milliy bo'lgunchilikdan, ikkinchisi qonunsiz diniy faoliyatlardan keldi deydigan. Endi Xitoyda milliy bo'lgunchilik degan nima degan vaqtida Xitoyga o'xshash bo'lmaslik, o'zininki an'anaviy mashrablarini o'ynash, o'zining an'anasi bo'yicha yashash, o'zininki urf-odatlarini davomlashtirish, bu o'zining narsalari bilan yashash faqat mahallada avj olgan. Shuning uchun mahalla Xitoyninki ko'ziga beksat ko'rinishga boshladi. Ondan başqa qanunsuz dini fəaliyyət, o Xitayda qanunluq dini fəaliyyət degan bir narsa mavjud emas. Qanunluq qandaqlam dini fəaliyyət bolsun, Xitay nazarda bir qanunsuz dini fəaliyyət bo'lib hesablanadi. Bu dini fəaliyyətlər, nazarchiroqlar, o'lim yetimlar, xatm qurollar hammasi shu Uyg'urlarning eng esil turdanlardan bo'lgan mahallada davomlashganligi uchun Xitoy Uyghur mahallelerini buzuş, çıkış, xonvayron qilish, Uyghur mahallelerini mavjud qilmaslik uchun harakatga o'tishga boshladi. Chunki bu Uyghur ruhiyatininki asosliq yildizi to'rigining Uyghur mahallalar ekanligini his qilib qoldi. Uningdan boshqa 5-fevral inqilobi partizanlik urush qilib, Xitoyning askarlaridan qochgan, Xitoyning qurolliqni ig'ir tipdagi acayip zamanı qurollar bilan qurollangan Xitoy askarlaridan qochgan shu Tursun Salay, Hamid Muhammad, İlyas Zordun, Qasim Maqbir, İbrahim İsmail qatarlıq hamda nurg'ulg'an partizanlarni vaqtliq bo'lsa-mu Xitoyning kuchini intayin kuch bo'lganligi uchun vaqtliq bo'lsa-mu shu mahallalar qo'yniga ilib, asrab, yushirib, ba'zilarini ma'lum yerlarga yetkazib qochirib qildi, ba'zilarini amal yo'q, Xitoyning qo'liga tushib ketib qoldi. Endi u yoqdami qatma-qat qurshovlar, Xitoyning qatma-qat askarlari, tutish buyruqlari, Xitoyning mahalla qo'ygan tong-tongchilari bo'lganligi uchun. Ammo shu 1998-yili 6-oyning 22-kuni uchinchi yuz bergan 5-fevral inqilobidagi 4 cho'ng to'qinishning birisi bo'lgan 3 to'qinishida shu to'qinishda Tursun Salay şehit bo'ldi. Tursun Salay Xitoyning askarlari bilan yetishib turib, Hamid Muhammad, qatarliq 3 Qasim Maqbir, İlyas Zordun qatarliq 3 yosh qatma-qat tutish buyruqlari, ondan keyin qo'rshovlar, ondan keyin G'uljidan 8-naya bir shaharga borgan yo'llarning taqilishi, mushundaq ahvol ostidami, yana shu qechib G'ulji shahariga kirib, G'ulji shaharidan Chapchal noyisiga o'tib, Chapchal noyisidan yana Xitoyninki Qozog'iston chegarasini bosib o'tib, o'g'irliqchi qechib O'rta Osiyoga chiqdi. O'rta Osiyoning 99-yili Qozog'istonning yuzsizlik qilishi bilan Xitoy qaytadan o'tkazib turdi. Hozir ular Urumchi turmusda mushu bolalarni ashundaq cho'ng
Qozog'istonga ketib chiqib ketish jarayonida Uyg'ur mahallalari qo'g'digan, Uyg'ur milliy ruhiyati qo'g'digan, Uyg'urlarning milliy ruhi Xitoy askarlariga qarshi, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarshi ish qilib, ma'lum 10%, 20% atrofidagi xoin jasuslarni chiqarib aytgandimi, qolgan 70% Uyg'ur xalqi Xitoyninki mushu terrorlik siyosatiga qarshi o'zaro shu chambarcha zich birlashagan. Shuning uchun Xitoy keyingi kunlarga kelgan vaqtida bu 7 nomerli hujjatni chiqargandan keyin Uyg'ur mahallalarini chiqishga, Uyg'urlarninki shu o'tiraq uylarini burun jidal majra qilib tatib olib qolgan bo'lsa, keyingi kun kelgan vaqtda Uyg'urlar qancha talab qilsa shunchalik berib, hatto u puldan oshirib berib elish orqali Uyg'ur mahallalarini xonvayron qilib chiqib, Sarangi qipidek katakdak uylarga Uyg'urlarni yerlashtirish orqali Uyg'ur mahallalarini butunlay yo'q qilish, keng yo'llarni yasash deyilisini qo'llanib, Uyg'ur ruhiyatining asosiy manbasi bo'lgan Uyg'ur mahallalarini chiqishga boshladi. Endi Xitoy shu aslida Uyg'ur mahallalarini chiqish planini 1990-yillarda Xanbang yezisidan boshlagan bo'lib, Xanbang yezisidagi 50-60 oilelik dehqonning yerlaridan tortib uylarigacha shu 40-50 ming yuan azallan pulga berib setib olib, ishkirdan bo'pmi shu Jejan qatorliq o'lkalardan kelgan Xitoy oqqullarga taraqqiyot rayoni barpo qilish degan nom bilan tovar uylarni silishiga fursat yaratib bergandi. Ammo bu tovar uylarni silib Xitoylar boyib ketgandan keyin shu yerni sotgan dehqonning shu yerdan bir kishilik uy ilishga pul yetmaydi. Qimmat 200 ming, 300 ming yuandan bir yurish uylarni mashundaq sotgan. Endi mau Kanadalik bir yozuvchi bor, Robert degan. Robert shu bizning vatanga berib Qashqa g'uljilarni aylanib kelish jarayonida bulutlardan halqagan tulpar nomli bir kitobni yozgan. U kitobda Robert deydi, Xitoyninki shu Qashqa g'ulja qatorliq mahallalarni buzib chiqishi shu Napoleonning Parijni ishg'ol qilish vaqtidagi taktikasiga o'xshaydi. Napoleon Parijga kirishdan burun Xitoy askarlarining askariy mashinalari, tanklari shaharni o'ng'ay kontrol qilish uchun mahallalarni chiqib keng yo'llarni agar bir ish bo'lib qolsa, bir Xitoy shunday bir harakat bo'lib qolsa, Xitoyning askariy mashinalari o'ng'ay kira oladigan holat keltirish uchun Napoleon shunday plan yo'l qo'ygan. Shu Xitoyninki G'uljida ipirayotgan, Qashqarda ipirayotgan mahallalarni chiqish plani Napoleonning Parijni ishg'ol qilishidagi vaqtidagi ahvolga o'xshaydi deb yozdi. Undan boshqa Napoleon yana bu nimalarni Tunis va Aljeriya qatorliq yerlarni ishg'ol qilishni ishlatganligini tilga oldi. Demak, Xitoy Uyg'ur mahallalarini 2016-yilda jazo lagerlari qurilg'ichi bo'lgan oralikda shunday darajada vayron qilib, Uyg'ur ruhiyatini, Uyg'urlarning isyonkorlik ruhini, Uyg'urlik bilan mavjud bo'lib turadigan Uyg'ur mashrablari, Uyg'ur il xalq chaqchaqlari, il xalq mashrablari, il mashrablarini shunday yo'q qilishga tirishganmiz. 2016-yilga kelgan vaqtida qo'shmaq tuqqan bo'lish degan bir siyosatni yo'l qo'yish orqali Uyg'ur mahallalarini texim ishkirlagan holda tantanlash, undan keyin chag'allarda panuslarni esish shunday nimalar orqali Uyg'ur madaniyatini shu o'zining 7 nomerli hujjatida e'lon qilinganiga o'xshash, e'lon qilgandek asos xavf milliy bilgunchilik. Ya'ni milliy bilgunchilik deganda Uyg'urlikqa oid har qanday narsa deganidek o'zininki Xitoy madaniyatiga moslashmagan madaniyatlarning hammasini chatqib qiqish maqsadida bu Uyg'ur mahallalariga qaratgan suiqasdni, hiyla-mikrni texmi ishkirlagan holda davomlashtirib keldi. Hozirgi qo'shmaq tuqqan siyosati shu mahallalarni vayron qilish yana bir eng oxirgi taktikasi deb qarayman.
Hem ikinci slide koysanız buldu fikam. Ma ikinci temam 5 fevral Gulji inqilobi mezgildagi Kipek yüzü haqida. Kipek yüzü Gulji yaqin yüzlarning birisi bo'lib, yuqorqi Kipek yüzü, ori Kipek yüzü ve tuvanki Kipek yüzü deb uchga bo'lindi. Tuvanki Kipek yüzü Gulji shahriga yaqin. Yuqorqi Kipek yüzü Gulji nayisiga yaqin. Gulji shahridan velosiped bilan shu tuvanki Kipek yüzüga bir saat atrofida, undan ozroq vaqtda borgan bo'lishi mumkin. Bu yerdan Aqostang degan bir mashhur bir o'stang bor, eqib o'tadi. Undan keyin bu yerdagi yer munbat bir yezlarning birisi. Bu yerda cho'ng o'riklik bog'lar, esil burunqi boylar, ma'rifatparvar kishilarimiz barpo qilgan cho'ng bir bog'lar bor, o'riklik bog'lar. Atiyaz kelgan vaqtida bu chechak bayramlari qilindi bu yerda. Bu hozir bu yezniki napusi 8000 qancha 9000 atrofida deb yozibdi Google'da search qilsam. Shu uchoqlarda 4000 dan 5000 atrofida bo'lishi mumkin. Bu Kipek yüzü yesimi aşında zich qo'shnilar bir-birisining uylari, qo'ralari bir-birisiga yaqin silingan dehqonlar, Uyg'ur dehqonlari yashaydigan bir ajoyib xosiyatli, xislatli, ajoyib mehr muhabbatlik sap Uyg'ur yezlarining biri bu yerda. Bu yerga bir yo'chin bir Xitoy askari yoki yo'chin bir Xitoy saqchisi kelib qolgan zamonda mana deb oshkora chiqib qolgan. Ko'chada o'ynayotgan bir kichik boladanmi shu mahalliga bir yo'chin bir odam kelib qolsa, darhol uyga kirib xabar qilgan mushundoq mustahkam bir Uyg'ur ruhiyatiga ega bir yezlarning birisi bo'lib, bu yeza Gulji 5 fevral hareketi mezgilda Xitoy askarlaridan qochgan, Xitoy askarlari qo'g'lagan partizanlar qochgan, yoshiringan, panolangan Oqsap bazasi ham o'ziniki bir davlatdek bir yer bo'lib qolgan. Bu yerdagi dehqonlarning hamda shunchalik Xitoyga bo'lgan o'chmanligi, hamda 90% oilaning o'zaro zich mushtaq ruhiy jihatdan birlikka kelgan bir sepil hosil qilgan bo'lib, ularningki Gulji mahallalariga xos bo'lgan, Gulji xalqiga xos bo'lgan qaymoqliq etgan choylari o'zining bog'laridan uzib ekirib sap pediganlari bilan, sap ko'ktatlari bilan etgan qo'rg'an lag'manlari bilan uylari qishning kuni pilit o'choqlarga solgan qiziq o'tlari bilan shunchalik bir mehr muhabbat bilan Xitoy askarlaridan qochgan bolalarni o'z qo'yniga olgan. Ve başpana bo'lgan. Shuning uchun Gulji 5 fevral namoyishig'imi bu Kipek yüzü yezisidan 100 dan ortiq bolalar kirib qatnashgan. Ham keyin Kipek yüzü yezisi Xitoyning mutlaq zarb berdigan obyektiga aylanib, Kipek yüzüdan o'lim jazosiga hukm qilingan, masalan, Hammat Qarim Xudyar yüzü to'qinishida shahid bo'lgan Hammat Qarimga chetib, Abdurazaq chetib va boshqa bolalarga mishadiki, shu sarxil Kipek yüzünü Kipek yüz qilgan sarxil bolalarga chetib Xitoy nurg'un bolalarni mishad o'lim jazosiga hukm qilgan. Shuning uchun Uyg'urlarning boshqa hech qanday chekindigan yeri yo'q. Matrabga qarshi Shanxay 5, oyoq qarshi Xitoyning ishkir o'lkasi, hech qanday bir qichish nimasi bo'lmagan vaqtida shu Kipek yüzüga kelib panolanganligi uchun bu ya'ni o'zining davlatiga tahlil qilib Uyg'ur yoshlari Kipekistan davagan. Voy nega mangdim? Kipekistonga mangdim. Kipekiston 3-4 kun turib kelay. Aşında bu Kipek yüzününki acayip bir alaylığı şu ki ma öyde siz bir panolanayotgan bo'lsa, Xitoyning askarlari yoki saqchilari o'sha yezga kirib shu uyni nuqta qilib tashlash shunday harakat qilgan zaman u qo'radagi qo'ldan bo'lamdi, qo'noq bug'doy qochilgan tag'ala bo'lamdi, har qanday bir mumkin bir ish qilib pinham bir joy
yoki yana bir qo'raga paka tamlar bilan yana bir qo'raga sakrab o'tib, yana u qo'radan yana bir nima qilib aslidagi izlashga tegishli qo'radan nuqtliq qo'radan uzoqlashib ketalaydigan bir sharoit bor. Ash qo'ralarning hammasi uni hargiz Xitoyga tutmaydigan, hargiz uni chiqib ket bu uyimdan degan gapni qilmagan. Hammasi Xitoy qashqan bir Uyg'ur yoshni, Uyg'urning bir qahramoni, Uyg'urning bir ruhiy bir xil o'zininki bir Xitoyga qarshi bir kurashchisak partizani deb bilgan. Oxirgi mezgillarga kelgan vaqtida Amir Ibrohim Ismoil tilga ilishqa bo'ldi ki, Bekizning tilga olgan vaqtimizda Amir Ibrohim Ismoil shu 5 fevral inqilobi bu. Hozir men 5 fevral inqilobi deb oldim. 5 fevral degan vaqtimizda men boshida tushuntirib o'tib ketganga o'xshash 10 yillik tarixni hem partizanlık, hem inqilab, hem qirg'inchilik, hem milliy demokratik uyg'unish harakati, hem zahar va AIDS bilan yuqumlanib qolgan bir shaharning o'rnidan dasturish dastani deganga o'xshash shunday hamilasining yug'urilishi bilan barpo bo'lgan bir ism deb qarayman. Ammo yana qisqartib 5 fevral inqilobi deb aytdim. 5 fevral inqilobi mezgilida Amir Ibrohim Ismoil deydigan bir kishi yaşab o'tgan. Mushu Amir Ibrohim Ismoilni Kepak yuzi yezisidagi dehqonlar 1,5 yildan 2 yilgacha mishat ish Xitoy topolmagan tutish buyrug'i chiqarib, mushu qo'ldan qo'lga o'tkazib, u uydan bu uyga ko'tarib, xuddi mehmondek asrab, pöpödeb Xitoy qarshi bir amirimiz bu, bir yetakchimiz, bir qurolli kurashning kelajakda Xitoyning Uyg'urlar qirg'inchilik olib berish uchun oldin ko'rar bo'lgan shuning uchun qurolliq bir ishlarni qilayotgan bir qahramonimiz deb o'zining qanchalik shu İbrahim Ismoilni qo'g'diganligi yoki Xitoyning askaridan qochgan bir partizanni bir kun uyda tug'izib qo'yganligi, bir soat uyda turib qolganligini bilib qolsa, Xitoyning u oilaga qanday bir oqibat kelganligini intayin yaxshi biladi. Çünkü 5 fevral G'uljilar masalada İbrahim Ismoilni uyda bir kun İbrahim Ismoil ekanligini bilmasdan bir og'aynisi boshlab kelganligi sababini uyda bir kun turg'izib qo'ygan G'ulji shaharlik 2 o'rta maktabining bir o'qituvchisi xizmatdan qo'g'landi qilingan. Mushundaq ig'ir ahvol ostida mushu Kepak yuzi shu panohlik bergan. Oxirida endi Xitoy bek kuchlik, intayin kuchlik, oxirida bek g'aljirlashgan, amalning yo'qidan tutilib qoldi. İbrahim Ismoil o'lim jazosi berdi Xitoy. Lekin bu yerda Uyg'urlarning mahallalar orqali shakllangan Uyg'ur ruhiyati, Xitoyga qarshi bir mujassamlashgan bir Uyg'ur ruhiyati İbrahim Ismoilni va G'uljidagi 5 fevral sarkalarini qo'llab qolgan. Men ham kichikina bir qistirma berib o'tib ketmoqchiman. Uyg'ur ruhiyati degan vaqtimizda hozir chet ellarda ba'zida Uyg'ur ruhiyatini masalan islom diniga tatiblam qadim qilgan, masalan Uyg'ur ruhiyati degan vaqtimizda bu din, islom dini bilan Uyg'ur bir shundaq deb Uyg'ur ruhiyati o'tirida qilib, birsi din tarafga tatadigan, yana birsi atlas sharp taqash, beshig'i chimando pikish, mushu Uyg'ur ruhiyati deydigan, Uyg'ur ruhiyati o'tirliq qisilib qolgan bir masala mavjud bo'lib turibdi. Uyg'ur ruhiyati degan qancha ming yildan buyon barpo qilgan Uyg'urlarning etnik kelib chiqishi, Uyg'urlarning urf-odati, Uyg'urlarning madaniyati, Uyg'urlarning san'ati, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi hammasi yug'urilgan bir ruhdan iborat. Uyg'urlarning Xitoyga qarshi, zolimga qarshi o'rtaq bir nuqtada birlashalaydigan bir ruhining yug'urilmasi. Uni u yoqqa tortishga yoki bu yoqqa tortishga ham buning mushu mujassamlangan narsalarning birisini chiqarib aytgan vaqtimizda u hargiz Uyg'ur ruhiy bo'lolmaydi deb qarayman. Masalan, Uyg'urlar hozir 90% islom diniga e'tiqod qilamiz. Albatta, islom dini Uyg'ur ruhiyatining ma'lum tarkibiy qismi, lekin islom diniga kirmasdan burun başqa shaman dini va boshqa dinlarga e'tiqod qilgan vaqtlardami Uyg'urlar yana Uyg'ur bo'lib mavjud bo'lib turgan. Yana bir tarafdan masalan voy shundaq Uyg'ur ruhiyati degan vaqtida chimando pikish, atlas yog'liq otish yoki dutta ta'mbir chilish
yoki shunday har xil atlas to'nlarni kiyish deb qaraladigan ahvollar mavjud bo'lib qolyotidi. Bu Uyg'ur ruhiyati emas, bu atlas sharpa, chiman do'ppilar Uyg'ur bir millatning eng oxirgi asar atiqa shaklidagi bir narsa bo'lib, bu haqiqiy Uyg'urning mohiyati, Uyg'ur bo'lib yashash, yuqorida men deganlarga o'xshash hammasining jug'urlamasi bir Uyg'ur ruhiyatidan iborat bo'lib, masalan atlas sharpasi, do'ppisi, Uyg'ur do'ppisi bor, uylarga taqab qo'ygan, uyning to'rlariga isib qo'ygan, duttatan birlarni uyga isib qo'ygan nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Ammo hozirgi vaziyatda concentration camplar ichilgan davrda bu namoyishlar qatnashmaydigan. Bular Uyg'ur ruhiyati bor deb qanday biz dalolaymiz? Onundan boshqa Türklarninki Dirilish Ertuğrul deymiz, Qurtulush Osman deymiz, Buyuk Selçuklu deymiz. Shu mezgillarda kiygan bosh kiyimlari, shu mezgillarda kiygan an'anaviy kiyimlarini hozir Türklarning ustida ko'rmaymiz. Türklar kiymaydi. Ammo ularning u kiyimlarni kiymaganligi, ularningki Türklikdan ayrilib qolganligi yoki Türk ruhiyatini tashlayotganligini bildirmaydi. U Türklik ularning nazarida boshqa bir narsa. Vatan sevgisi ve yuqorqidek hamma narsalarning yig'ilishidan iborat. Shuning uchun Uyg'ur ruhiyatini men shunday deb tushunaman. Uyg'ur ruhiyati qandaqdir, birlari akab matrabga tortadigan, yana birlari akab matrabga tortadigan, yana birlari ustiga tortadigan, yana birlari ostiga tortadigan bir narsa emas. U shunday mustahkam bir ruhki, u Uyg'ur bo'lib yashamoq. U Xitoy qo'g'lagan har qanday bir Uyg'urni, Xitoy terrorchi deb qo'g'lagan har qanday bir Uyg'urni terrorchi emassan, mening kurashchim, mening vatan millatning hurligi uchun, erkinlik uchun yo'lga chiqqan bir kurashchi deb bag'riga basa oladigan bir ruh. Men bu haqda shunchalik so'zlay, bek hayajonlanib ketib qolmayapman yana. Yana bir tema o'tib ketaylik. Bo'ldi. Bu diğerlerin ayrı mühim çünkü Uygur ruhu diye vaktimizde her iki tarafınki malum ifadelenmekçi olan tarafları olsun mu? Lakin biz şu düşmeye karşı üzümüzdeki ruhun yukarıda vaktimizde keygen dokularımız mı? Uşumuza atıp bakan kimlikçiliklerimiz onun hiç kadar ehemmiyeti yok. Şuna birleştirildiğin nokta şu hazır vatan biz 70'in yankı vatanımızın kolunu bir koyup Xitay'a karşı küreş kılavatımız. Bu uzun cereyan, hakikaten uzun cereyan. Şu cereyanlardı mı belini koyup etmeydiğen, düşmenin karşı dağılıp turalaydiğen ruh bulalasa, o ruh halı senet gevdilendiğen ruh olsun veya ki dini hissiyat bilen ifadelendiğen ruh olsun. Ben bu şu ruhunu ben Uygur ruhu edip düşünüme. Elbette. Elbette. İkinci gütayla ondakta. İbrahim İsmail Ruhi. Müşahit toxtusunuz buldu. Xulcida İbrahim İsmail degan bir kishi bo'lgan. İbrahim İsmailga tutush buyrug'i chiqargan. Amir İbrahim İsmail deb İbrahim İsmailning atrofidagi kishilar 5 fevral shahidlari. Shunchalik bu kishini cho'ng bildi. Bu mening egalligiga ahvollarimga qaraganda İbrahim İsmailniki Barin inqilobininki rahbari Zayniddin Yusufning o'g'liga tayinlangan amri deb qaraldi ekan. Xitoy bu İbrahim İsmailga tutish buyrug'i chiqargan. Tutish buyrug'i chiqarib, qandaqdir bir ilohiylashtirgan İbrahim İsmailni. Vay İbrahim İsmail hozir Xitoy bozorida bir tavuz yeb o'tiribdi ekan. Tuyg'usizlar Xitoy saqchilari kelishi bilan yo'qolib ketibdi. Kop setib o'tiribdi ekan, bunday qilib ketibdi, anday qilib ketibdi, tutanmay o'tibdi degan bir ilohlashtirilgan bir hikoyalar, so'z cho'chaklar shunday taqilib ketgan qilchida shu vaqtida. Men İbrahim İsmail, Amir İbrahim İsmail, men shu 5 fevral shohidlarninki og'zi bilan Amir İbrahim İsmail deb hurmat bilan tilga olaman. Ham kitobimda shunday qoldim. Amir İbrahim İsmail haqida ko'p izlandim. Bu jarayonda İbrahim İsmailninki Xitoy qo'liga tushib qolmasligidagi birdan bir sabablarning birisi shu Kipak yuzi xalqininki qo'g'diganligi. 2 yilga yaqin vaqt ichida qo'ldan qo'lga o'tkazib, uydan uyga
aşındaq ötküzüp qoğduğanlığından bolğan İbrahim İsmail'a ait nəhayət qimmatlik mundaq bir xil 3 xil ruh var. Birincisi, şu İbrahim İsmail'ni 1997 yılı 5 fevral Gulcun namayışı bolğandan keyin 6 aydan keyin 8 ayının 4 günü Xitay askerleri şu Gulcu şəhri Taşgörük hissəsininki məlum bir məhəlləsidən çoğ bir şu yazının günü tətil bu. Çoğ bir qoradın ketken uzun peşayvallıq bağı bu ustallık otturdaki seynalarım şundayken üzüm baranlık bir qoradın aşı peşin namız yok əsir namız oxuvatqandım o əsir namız oxuvatqandım peşin namız oxuvatqandım şundaq bir vaqtda qolğagan Xitay askerlerine aytdı şu günü Gulcuda bütün mən Gulcuttum şu çağda bütün saqçı maşinlar çiqirab Taşgörük taraf çapıdığan bir acayip bir çiqirgan saqçının avazı anlanğan bir xil dəbdəbi bilen Xitay aşındaq Taşgörük yezi taraf qarab çepib aş qo'rad qo'lg'agan. Egallanishimizcha keyin şu İbrahim İsmail'ning yiqinlaridan egallagan ahvollardan qaraganda shu chog'da İbrahim İsmail'ning qo'lida qurol bor ekan tuq. Aşı namazda turgan petim şu Xitayning askarlari qo'rshab qilgan vaqtida bir norozilik bildirmay bir pay o'qma atmasdan qo'lga tushganda yugaşlıq bilan qo'lga tushib ketgan. Aniki G'ulji xalqi bu yerda bir munozirlar bo'lgan shu chaqda. Bu 5-fevral ishlar bo'lib ketdi. Nurg'un yosh bolalar o'lib ketdi. Mushlarning sarkisi bo'lgan İbrahim İsmail qo'lida qurol turib bir pay o'q atmay Xitoyga yugaşlıq bilan qo'lga tushib undaq ekan bundaq halim shu undaq degan bir xil tushkunlashadigan bir xil nima shakl xabarlarni taqilishga boshlagan. Keyin men bu nuqtaning oqisini kirib bekchiq izlandim. Bu keyin bu İbrahim İsmail'ni so'roq qilgan saqchilar va buningki İbrahim İsmail bilan yaqin o'tgan kishilarningki aytib berishicha Xitoylar so'roq qilgan vaqtida shunday so'roq qilgan ekan. Sening qo'lingda shunday bir ilg'or qurol bor ekan. Sen nima biz bilan etishmading? Degan vaqtida İbrahim İsmail Xitoy saqchilariga shunday javob bergan ekan. Men etsam bo'ladi. Lekin men sizlarning qo'ypaylinglarni bek yaxshi bilmayman. Sizlar bir yerga kelsanglar, bir kichikgina bir ishni bano qilib, shu mahallani, shu oilani, hatto uni atrofidagi yezini qon ko'liga bo'ymasdan chiqib ketmaysizlar. Men sizlarning qo'ypaylinglarni bek yaxshi bilmayman. Men qo'lga tushgan u qo'rada 10-20 ga yaqin ushaq bolalar, hatto 30 dak ushaq bolalar yazıq tətil bo'lg'achqa o'ynayotdi. Men sizlarga bir pay o'qni chiqarganda sizlar qilayotgan o'q etishga boshlatdinglar. U qora qon ko'liga aylanadi. Kelajakning egalari bo'lgan Uyg'ur avlodlaridan 20-30 bola shu yerda o'ladi. Buning oqisidan kelib chiqadigan ruhiy zarbini, buning oqisidan tarixlarga, yillarga so'zilgan ruhiy badalni tasavvur qilgan bo'lmadi. Shuning uchun men jimjit taslim bo'ldim. Mana bu bizning Uyg'ur qahramonlarimizning o'zining xalqini, millatini qanchalik qo'g'dab, qanchalik o'zining kelajak avlodlari qanchalik mehribon ekanligini ifodalaydigan bizning sarkarlarimizdagi, qahramonlarimizdagi ruh. Bu bir. Ikkinchisi İbrahim İsmail'ni shu Mao Kepak yuz yezisida qo'g'dab qilgandan keyin bu qo'g'dash doirasi tarayib Xitoy askarlari va saqchilari Kepak yuziga markazlashib istab kelgandan keyin İbrahim İsmail'ni bir olmichi bir yigit o'zininki olma saqlaydigan bir nimasiga yurtgan. Yazdan kuni ketgan cho'ng bog'larga ip chiqib boshqa kiyimlarni, kiyim-kechaklarni shakllarini o'zgartirib olmaliq beg'ida qo'g'digan bo'lsa, qishning kuni olma saqlaydigan yer osti nimalarida qo'g'digan. Shu vaqtda İbrahim İsmail'ning yonida 60 ming yuan pul bor ekan. İbrahim İsmail shu o'zining tutib qilish nimalarininki tarayib ketganligini his qilgandan keyin 60 ming yuan pulni shu yigitga, olmichi yigitga topshirib, sen mushu pulni ma'lum yo'llar orqali O'rta Osiyoga buni biz qurol olamiz deb chiqqan pul. Bu 60 ming yuanga manchilik qurol, manchilik avtomat, manchilik tapancha, manchilik o'q-dori keldi.
Bu men bilan birga men Xitoyning qo'liga tushib ketsam tushib ketay, ammo sen bu pulni Xitoyning qo'liga birga tushib ketmasin deb shu yigitga topshirib bergan. Amaliyotda İbrahim İsmail'ninki dadısini tanıydıqanlar, İbrahim İsmail'nin dadısını ko'rgan Kanadadagi va boshqa yerlardagi men so'zlashganlar nima deydi desangiz, İbrahim İsmail necha yil qochib yurganligi uchun İbrahim İsmail'ning dadısının kalaşlarının üstüge yamak selip, mersilerinin üstüge yamak selip, çapallarının üstüge yamak selip aşağıda kiyip işte şu yenkende. Bizim 5. fevral bo'lgan inqilob mezgildagi inqilobchilarimizning mana mushundaq bir o'lmas ruhlarga ega kishilarimizdan iborat. Undan boshqa yana İbrahim İsmail'ning bir muhim rollarining biri Abduxelil Mejid Meşrep korpusiga namoyishga chiqmoqchi bo'lgan vaqtida shu chiqmoqchi bo'lgan vaqtida Abduxelil Mejid bilan yoshirin ko'rishgan İbrahim İsmail. Yoshirin ko'rishib, hozir namoyish chiqishning turist vaqt emasligini, sharoitlarning pishib yetilmaganligini, namoyishga chiqqan vaqtida Xitoyning o'q chiqarib, o'q tutib, butun qo'lda yoshlarni qirib yetilganligini, ammo buningga qarshi Uyg'urlarning qo'lda ishini yo'qligi, shuning uchun bu sabr qilish kerakliklari haqida maslahat bergan. Ammo Abduxelil Mejid baribir mening mashrab grupamdagi bolalarni birdan kecha-kechalar tutib ketyapti. Biz uningdan o'zimizni oshkorlashimiz kerak deb tushuntirganlik uchun shu kuni Abduxelil Mejidning mashrab gruppasiga 300 dan ortiq bola namoyishga chiqqan. Agar boshqa mashrab gruppalari bu namoyishga qo'shilgan bo'lsa, u chog'da G'uljidagi o namoyish 5 fevral namoyishi 10 ming kishilik bir namoyishga aylangan bo'ladi ekan. İbrahim İsmail o'ziga tutish buyrug'i chiqarilgan Xitoyninki tarafdan tangtanglayotgan ashundoq G'uljiddan iborat kichik bir shaharga qapsilib qolgan bir holat turibmi? Yana vatan xalqining kelajagini, yoshlarningki taqdirini o'ylab, Abduxelil Mejid bilan ko'rishib, Abduxelil Mejidga shu maslahatlarni bergan. Bu yuqorida aytganlarimning hammasi İbrahim İsmail G'ulji 5 fevral inqilobiga tamg'isini urgan mashhur kishilarimizdan birisi bo'lgan İbrahim İsmailning ruhi. Ham tuanda men Abduxelil Mejid ruhi haqida to'xtalmoqchi. Abduxelil Mejid 1968-yili G'ulji shahrining Bayandayisi Tejan kentida bir Xuyzularning kentida tug'ilgan. O'zinglarning bilganinglarga o'xshash Xitoy shu uchurlarni intayin qattiq kontrol qilganlik uchun G'uljilarda ma'maldagi odamning yana bir mahallik uchurlarni tanglishi yoki bilishi nayt ig'ir oqibatlarni olib kelganligi bo'lganligi uchun Abduxelil Mejidning tug'ilgan oy kunlari masalasimi ashunchalik oddiy bir masalani izlab tepish masalasimi nayt cho'ng qiyinchiliklarga uchirdik. Ba'zilari 70-yili, ba'zilari 69-yili degandek nimalar bilan bo'lganligi uchun men birinchi kitobimda 70-yilni deb uchirib bergan bir yaqin og'ayni kishi. Undan keyin men ikkinchi kitobga kelgan vaqtida biz vatandan ishashlik oilasi bilan munosabatli kishilar bilan aloqa qilib yurib, Abduxelil Mejidning 68-yil tug'ilganligidan iborat bir uchurni oldik. Shuning bilan ikkinchi kitobda ilova va tuzish berib 68-yil deb Abduxelil Mejid o'rta maktabgacha o'qigan bola. Undan keyin Boyanda yezisiniki Tejan kentida Uyg'urcha maktab bo'lmaganligi uchun Xitoycha maktabga kirishga o'qishga majbur bo'lib qolgan. Xitoy maktabida o'qigan nimagacha, o'rta maktabni tugatgichi. Undan keyin Xitoyning islohot etish degan to'lqin qo'zg'algan vaqtida Xitoyning ishkirsiga kirib, Guangzhou, Shanxaylarida shu tijorat qilgan o'zining ravon xitoychisi bilan G'ulji bilan ishkir o'lkalar o'tirlar qatnab yurib, nurg'un iqtisodiy qimmat yaratgan yoshlarimizdan biri. Oxirida Xitoyningki G'ulji shahrini zahar shahriga aylantirib qo'yish yilsininki sababidan aqtamak chekishga xumor bo'lib qolgan. Bu Abduxelil Mejid o'zimi aqtamak chekib zahar oxirgi nimalarga berib qolgan vaqtida tuyuqsiz Abduxelil Mejid o'ninki sababi Abduxelil Mejidning o'zgarishi buning ta'sir ko'rsatgan diniy zotlar, ziyolilar G'uljini o'ngshash uchun qilgan diniy zotlar va ziyolilarning hammasiningki ahvollarini
ma kitapta, ikinci kitapta tefsili to'xtaldim. Biz kim? Nima uchun biz mushundaq bir zar chekadigan, mushundaq xomush bir millatga aylanib qoldik degan nim bilan Abduxalil Mijit o'rnidan turib, aroq sharab, yuqori gradusli aroq sharablarni ichadigan, mushundaq to'y to'killar, shundaq aroq sharablar bo'ladigan mush vaziyatni o'zgartirish uchun o'rnidan turgan va o'zining yetmoqchi bo'lgan nishoniga o'ziniki maqsad nishonlariga oxirisida yetgan. Abduxalil Mijit haqida bilmoqchi bo'lganlar kitobda bek tafsiliy yer berdik. Kitobdan ilib o'qimoqchi bo'ldi. Men bu yerda qisqacha Abduxalil Mijitdagi ruhlarni tushuntirib o'tmoqchiman. Abduxalil Mijitdan hamma ruh topildi. Masalan, dunyoviy faylasuflar vatanimizning ichidagi Xitoyda demokratiyani amalga oshirish uchun kurash qilayotganlar, dunyoviy sahnalardagi liderlar va hammasiningki va diniy sohadagi, diniy Qur'on hikoyalari, Qur'on qissalaridagi hamma sohalardan Abduxalil Mijit shu yerlardagi ruhlarning hammasini Abduxalil Mijitdan topgan bo'ldi. Masalan, Sokrat, Yunon faylasufi Sokratning ruhi. Sokrat shunday deydi, o'zini so'roq tatmagan hayot yashashga arzimaydi. O'zini so'roq tatmagan hayot yashashga arzimaydi degan bir ideyani o'tirib qo'ydi. Dal Abduxalil Mijitmi o'lja yashlarni o'zingni so'roq tatmasang, sen yashashga arzimaysan deb axloq yo'liga yetaklaydi. Sokratmi shu davrda o'zining xalqini axloqqa yetaklaganligi uchun shu davrning zolimlar tarafidan o'lim jazosiga hukm qilindi. Abduxalil Mijitning boshqa gunohi yo'qdi. Aqtamarkida qo'l o'z, zahardan qo'l o'z, yuqori gradusli aroq sharab kishilarni behush qildigan, masxush qildigan, tushkun qildigan narsalardan qo'l o'z deganligi uchun faqat mushuna uchun Xitoy Abduxalil Mijitni o'lim jazosiga hukm qildi. Ikkinchi, Abduxalil Mijitda Ilhom To'xti ruhi bordi. Ilhom To'xti Xitoyninki milliy avtonomiya siyosatini, milliy avtonomiya qonunini yoki so'roq tortgan bo'lsa, Abduxalil Mijit Xitoyning diniy siyosatini so'roq tortgan. Xitoyda din sotsializm uchun xizmat qilmaydi hargiz. Din Allohning dini. Alloh uchun xizmat qildi. Hatto o'zininki mushundaq bir ideyani o'tirib qo'ysa, oqibatining o'lim bo'lganligini bilib turg'uliq, Abnum rayonlik islom dini shoyalariga berib leksiyalarni so'zlab, bu yerdagi maash ilib ishlayotganlarning da'vatqanlari bilan Qur'onning da'vatqanlarining o'zaro taqishib qolganliklari haqida munozirlarni qilgan. Hatto Qur'on Karimni tarjim qilgan Muhammad Solih Damullamning yeniga beribmi, nurg'un o'zining ideyasini o'tmayotgan narsalar haqida munozirlarda bo'lgan. Shuning uchun Xitoy buni 2 yilga yetmagan vaqt ichida Abduxalil Mijitni o'z ko'ziga qadalgan maktab qardi va buning oxiri o'lim bilan oxirlashdi. Undan keyin Abduxalil Mijitda 60-yillarda Amerikadagi qarilarning lideri bo'lgan Martin Luther Kingning ruhi bor. Martin Luther King 60-yillarda qarilarning orasida o'zining leksiyalari bilan Amerikada qanday g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lsa, dunyoda qanday g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lsa, Abduxalil Mijit o'ylab beqing, bir avtomatik zarlik chekimlik chekib, oxirgi bosqichlarga kelib qolgan, dadisi buni davolab saqaytirmay, nurg'un pul xashlagan, mushundaq bir bola. Tuyoqsiz o'zininki ajoyib olamshumul diniy leksiyalari, Uyg'urlarning tarixiga oid leksiyalari va nutq qobiliyati bilan G'o'lji shahrida parlab, 2 yilga yetmagan vaqt ichida G'o'lji shahridagi butun mahallalarda mashrab guruhlaridan iborat bir axloq maktabini shakllantirib, Uyg'urlar unutilib ketish ahvoliga giribdor bo'lgan mashrabdan iborat bir axloq maktabini yana qaytadan jonlantirib, Uyg'urlarni, Uyg'ur to'y to'kinlarini aroq sharabsiz ilib boradigan, hamma Uyg'urlarni islom diniga qaytib, islom haqida qayta o'ylanish, o'zi haqida qayta o'ylanish qilgan bir pokiz shahriga aylantirgan. Buning nutqlarining ta'siridan G'o'lji shahri nayt pokiz, nayt axloqli bir shahriga aylanib ketgan 2 yil vaqtning ichida. Agar Martin Luther King G'o'ljida bo'lgan bo'lsa, hargiz u Abduxalil Mijit bo'lmagan bo'ladi. Abduxalil Mijit Amerikada yashagan bo'lsa,
Uyg'urlarning Martindir keng bo'lgan bo'ladi deb qarayman men. Onun boshqa Asiya ruhi, Pravin ordisiga Asiya ruhi. Musa alayhissalomning Allah bilan konuşmasidagi Musa alayhissalomning ay Allah mening tilimning ilginchigi bor. Men qandaq bundaq Pravin bilan bir zalimga qarshi bundaq nimga atlaylayman degan vaqtda Allohning degan so'zlari xolisan men seni atlangdek ilginchlikni ko'tarib bu diniy masalalarga men kirmayman chunki men diniy bilimim bek cho'nqir emas. Ammo Allohning shada bir xislat bergan Abduxelil Mijitqa yaşına ait kichik shu chaqlarda 30 ga bormagan bir yosh Xitoy maktabida o'qigan Uyg'urcha sanchi yaxshi bilgan bir yosh zaharli chekimlik bilan zaharlanib qolgan shundaq bir yosh tuyoqsizlar Uyg'urlarning nayt hurmatlaydigan bir notiq bir yo'lboshchisiga bir liderga bir hozirgi Uyg'ur hozirgi zamon milliy uyg'onish harakatining lideriga mushu harakatga tamqisini bosgan bir liderga aylangan. Ondan keyin Abduxelil Mijitki milletining umidi bo'lish ruhi. Abduxelil Mijit bilan Xitoy nurg'un to'xtamdan tuzishgan. Nurg'un sen yoshlarning shu mashrabni o'ynaganimiz xato ekan, islom diniga qaytganimiz xato ekan, biz bularning hammasi xato qildik, namoyishga chiqqanimiz xato ekanda. Biz sening o'lim jazoringni muddatsizga yoki muddatlikka yoki biror partiyaning shujiligiga mundaq tegishish haqida murassala bo'lgan. Abduxelil Mijit agar mundaq murasalani qilgan bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur xalqining umidini natiyaga urvatgan bo'ladi. G'o'lji 5-fevral qanliq qirg'inchiligi va G'o'lji partizanlik harakati va G'o'lji Xitoy qarshi shundaq bir mustaqillik harakatining ikkinchi qitim yana yuz berishi mumkin bo'lmay qolgan bo'ladi. Chunki hamma odam deydi-da, burma bo'lgan. Oxirida bular Xitoy bilan so'z ustalga kelib o'tirib, murassa qilib, sulhi salo qilib tugagan bu ishlar. Deydi-da, Uyg'ur xalqining umidi yaga urilgan bo'ladi. G'o'ljidan 5-fevral G'o'lji inqilobining sababidan qirg'inchilik uchirganligi, ziyankesh uchirganligi sababidan G'o'ljidan qochib chiqib, Yevropa davlatlariga, G'arb davlatlariga berib, kishilik huquq tashkilotlarining ishigini chekkan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishigini chekkan kishilarimizning Uyg'urlarning hikoyalariga dunyo ishonmagan bo'ladi. Uyg'ur da'vosiningki bugungi kunga kelishida bu bir salbiy rol o'ynagan bo'ladi. Shuning uchun Abduxelil Mijit qatorliq yoshlar nurg'unlagan hozir turmadimi namoyish chiqqanlik sababidan, mashrab o'ynaganlik sababidan muddatsiz kesilgan 40 yosh bor hozir Xitoyning turmisida. Mushu yoshlarningki mushundaq o'lmas ruhiy badliga Uyg'urlarning da'vosi bugungi ahvolga keldi. Ularning yashayotganlarning yaşamlarının qiymatının başqa yaşashlardan qimmatli bo'lishi, ularning o'limining boshqa o'limlardan qimmatli o'lim bo'lishidan tüpki sababi faqat millatining umidi. Uyg'ur aşı mahallelerinden yıldızlatıp çıkan aşı Uyg'ur ruhiyetining sapligini qo'g'dab qilish tilda iborat va shuning uchun bo'lgan deb qarayman. Yana bir slayd qo'ysangiz bo'ldi fikrim. Mau yana bir ko'pchilikka tanishtirmoqchi bo'lganim mau hozir Kanadaning Montreal shahrida yashayotgan Shamshid Najim akamiz sol tarafdagi rasm Shamshid Najim akamiz. Hozir bu Shamshid Najim akamiz 70 necha yoshga kirdi. Kanadaning Montreal shahrida yashaydi. Mau o'ng sol tarafdagi mau xat nima o'l shaharlik jamoat xavfsizligi idorasininki 2000 5-fevral namoyishi bo'lgandan keyin kechiringlar. Shu Shamshid Najim akamizga Xitoy jamoat xavfsizligini chiqargan tutish buyrug'i. Undaq nima uchun bu Shamshid Najimga tutish buyrug'i chiqarib qoldi acaba Xitoy? Shamshid Najim cho'ng bir odam, o hozir 70 necha kirdi. Shu chog'da 50 necha yoshlarga kirgan cho'ng odam. 5-fevral namoyishida qatnashmagan. İlim məşribi degan nimga qatnashmagan. U faqat yoshlarning harakati. Bu odam bir cho'ng bir odam, o'zi bir oshxona ichib, shada tirikchilik qilib, G'o'ljida yashayotgan bir odam. Ham 5-fevral G'o'lji namoyish bo'lgandimi? G'o'ljida yo'q, haramda. Ammo tutish buyrug'i chiqargan. Nima uchun tutish buyrug'i chiqardi? Bu
Bununki sebebi mundaq. Bu 5 fevral namayışı boluşdan 2 yıl burun Abnum rayonluq xalq hökumətininki təsdiqi bilan vatanning hamma şəhərlərdə bir imam yetiştirish kursi etishni belgilagan. Çünki İslam dini şöyyaniga o'qishga borgan yoshlar mustaqlam berib qolganligi uchun ularga maktab bitirib chiqishi bo'lgan orliqda behchiq kuch ketadigan va vaqt isrofchiligi bo'lganligi uchun shu maktabga o'qishga keladigan bolalar avval imom yetishtirish kurslarida o'qib, islomning asosiy bilimlaridan asosiy bilimlardan xabardor bo'lgandan keyin islom shariatiga kelish kerak degan bir narsani chiqarib, shuning bilan shundaq bir G'ul shahrining Baytulloh masjidimi 37 nafar kishini tarkib topgan bir kishi o'quvchini tashkillab imom yetishtirish kursi qurgan. Xitoyning shundaq o'zining bir nimasi bor, bir narsalarni bir mezgil diniy siyosatlarni qo'yib bitib, rivojlantirib, bu kurslarni ichib qildi. Oxirida yana o'zi buni qirqmadi. Şimdi bu kursning ichilishiga bu Shamsin Najim akamiz yetakchilik qilgan. Buni iqtisodiyot, bilimlari, yotoqliq kurs bo'lgan. Bolalarninki shu o'qitish ishlarimiga yetakchilik qilgan. U 5 fevral namoyishi va 2 oyning 5 kuni bo'lishdan ilgari bir shikoyat ilgari haramga umra hajiga ketgan. Ama Shamsin Najim akamizga bir yerda tutish buyrug'i chiqardi. Nima tutish buyrug'i chiqardi deganda bu imom yetishtirish kursida yetishib chiqqan 37 imom G'uljininki hamma mahalla yezlariga aşı zərlik çekimlik ən iğrini bo'lgan Qardan yesi, Pişman məhəlləsi, Qarvay məhəlləsi degan Abdixəlil Mecidlərinin məhəllələri, Törən məhəllələri, Töpçü məhəlləsi degan məhəllələrə çöküb bular zərlik çekimlik çəkən balalarga dini xizmətlərini işləb, Qur'an-ı Kərimni ügütüb saqlash orqali u balalarni zərlik çekimlik çekishdan o'zgizgan. Bu Xitoyninki o'tiramay qilishiga sabab bo'lgan. Chunki buni suiqasd qilib qilayotgan bo'lgandan keyin u bolalarninki yaxshi odamlarga aylanib ketishidan Xitoy nihoyat vahima his qilgan. Shuning bilan bu kursni kim ochgan? Mundaq deb bu shuning bilan Shamsin Najim akamiz tutish buyrug'i chiqargan. Bu bir tutish buyrug'idan shuni ko'rib olamizki biz hech qanday 5 fevral bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan bir kishiga chiqarilgan bu tutish buyrug'idan mushuni diniy zotlarga kelgan 5 fevral G'uljilar mezgildagi qirg'inchilikning qanchalik darajada ig'ir ekan bo'lganligini mushu bir tutish buyrug'i, mushu bir kishining hikoyasidan biz his qila olamiz. Buning ichirikilarchi u 37 imom nima bo'lib ketdi? Shuning uchun bu 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini undaq qirg'inchilik emas. Xitoyninki qirg'inchiliklari, barin qirg'inchiligi 5 iyun Urumchi qirg'inchiligi bular haqida bularni qirg'inchilik, ammo men bular haqida tadqiqotlarni ipamedim. Mening to'xtalganim faqat 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi. Demak, xalqimizga qirg'inchilik jazo lagerlari bilan boshlangani yo'q. Buni aniq bilishimiz kerak. Faqat qirg'inchilikning doirasi kengaydi. Burun ma'lum G'ulji xalqining manfaatiga taqishib qolgan bo'lsa, jazo lagerlari orqali butun Sharq Turkiston xalqining manfaatiga taqishib qoldi. Yana nurg'ulg'an kishilarimiz, yana shunday jazo lagerlari qurilgan taqdirda bu inqilob sepimizga qo'shilmayotgan bo'lsa, ularning manfaatlariga taqishib qolmagan yerlar bor. Shuning uchun ular bu narsalarga kiramayotdi. Demakchiman, mushu bir kishiga chiqarilgan 5 fevral G'ulji inqilobining hech bir narsaga qatnashmagan, haramda haj qilayotgan bir akamizga chiqarilgan bir tutish buyrug'i orqali biz Uyg'ur xalqining diniy zotlarga qartilgan qirg'inchilikning qanchalik dahshatli bo'lganligini biz his qila olamiz. Endi yana bir slayd qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu akamiz hozir Avstraliyaninki Adelaide shahrida yashaydi. Shamsin Najim akamiz 5 fevral arxivlari ma 2 kitobninki yozilishida uchur va 5 fevral oid uchurlar bilan ta'minlashda naydi yaqindan yordamlashdi menga bu akamiz. Kitobni ichida alayda rahmatimni aytdim. Bu yerda alayda rahmatimni bildiraman. Unutilib ketishga davga berib qolayotgan bir tariximizning kitob bo'lib yozilib chiqishida mushundaq
Uyghur ruhiyetini qandaq chaqnatishni bildigan akıllarimizga bek ihtiyacımız var. Teni salamet bolsun Seyfin Nacim akımızın. Seyfin Nacim akımızın tutuş buyruğu çıkargan Xitay. O Seyfin Nacim akımız şu çağda Gulcu'daki bir ticaretçi. Gulcu bilen O'rta Asiya o'rtasida savdo ticareti qilib yurayotgan bir ticaretçi. Ne 95-yil boshlangan Gulcu meşribi qatnashsin, ya ne Gulcu namoyishi qatnashsin. Hech bir nimasi yo'q. Hech qatnashmagan. O'zining kirib chiqib ticaretini qilib Gulcu bilan Almati o'rtasida shunday qilib yurgan bir akımız. Bu akımızga Xitoy vatanning ichida tutuş buyruğu çıkarıp qolmay, yani O'rta Asiyoda keng ko'lamlik davlat atlab tutuş buyruğu chiqargan ajoyib bir sirlik holatda. Undaqda bu Seyfin Nacim akımızın nima gunosi var Xitoyning oldida? Hech gunosi yo'q. Xitoy sukut qilib tursak, biz jimjit tursak bizni hech nima qilmamdi ekan. Undaq emas. Xitoy uchun Uyg'ur 7 nomerlik hujjatli aniq degan milliy bilgunchilik va diniy qonunsiz diniy faoliyat asas xavf. Bu demakki sen Uyg'ur xalqi asas xavf bizga, sening zimining bizga kerak, sen xavf. Sukut qilib turganmi, sukut qilmaganmi, o'xshashlam tutish buyrug'iga mahkum bo'lgan. Bu akimizning tutish buyrug'i chiqarishdagi maqsadi nima? 1998-yili 4-18 kun Xudyar yuzida yuz bergan. 5-fevral inqilobiga tamg'i surgan 4 cho'ng to'qinishning biri bo'lgan Xudyar yuz to'qinishida Xitoyninki alayda qurollangan ishkir o'lkalardan yo'tkab kelgan ili viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish, birini atirti, oblast birini atirtigan cho'ng qalpoqlar bilan, ig'ir avtomatlar bilan qurollangan askarlar bilan shu o'zining sapdoshlari bilan shu to'qinishga qatnashib, Xitoyning ko'z ko'ringan alayda askarim, chaqnayotgan yulduz askarim degan Longfei degan askarning mengsidan qaytig'idan chiqarib shu to'g'an Hammatning akisi, tag'isi Hammat Mamtiminning. Hammat Mamtiminning diniy jihatdagi qancha yosh vaqtida, 16 yosh vaqtida shundaq bulbul qarim deb G'uljudan chiqarib, Turpandagi Shoyi Mardan domillamdan ders ep kelib G'ulju Baytulloh masjidlarda nimada turgan Ramzonlarda Qur'onni Karimni o'qib tugitib shundaq bir xutbada turib shunday bulbul qarim deb chiqargan. Ham bir dehqon partizan yigitlar yoshlar mushu Hammatning tog'isi bo'lganligi. Hozir ili meşrepininki kipek yüzgüç kemeyişi, nayalayıcı kemeyişini muhim rol oynayan, hazır Ürümçidagi Bajaxu turmuş etiyotgan Abdurazaq Shamsiddinning akisi bo'lganligi. G'ulju degan bulbul qarim deb nom chiqargan. Nayt o'tkir sinflarni atlab o'qigan. O'rta Osiyodagi qurolli kurashlargachilik tamg'isini urgan Sadriddin Shamsiddinning Kipek yüzünü bazı qilgan Kipek yüzidagi shu Kipekistan deb atalgan shu ziminda o'zining yoshlar bo'lgan ta'sirini yo'qotgan shu Sadriddinning akisi bo'lganligi uchunlar Xitoy tutish buyrug'i chiqargan. Xitoyning mushuningdan bir qonunsiz davlat ekanligini, birsiga qo'shnisini yana birisiga chetib qandaq rəhimsiz qırğınçılıqlarını ibbağanlığını, mushu tutish buyrug'i orqali G'ulju 5-fevral qirg'inchiligining biz o'ylagandan battar qirg'inchilik bo'lganligini, buni cho'qim bizning qezib to'plab, ratlab, bu ikki kitob bilan ham cheklanib qolmay, ratlab xalqarolarga sunishimiz, hozirgi qirg'inchilik bilan yondosh holatda ib berishimizning kerakligini tushuntirib berdi. Okey, yana bir slayd. Ma'u lozunka chetlarda saqlanib qolgan 5-fevral G'ulju inqilobiga oid birdan-bir lozunka. YouTube'larda pek chiqib uchirtisizlar buni. Bu tavarruk. Buningda ashhadan la ilaha illalloh va ashhadan Muhammadin abduhu va rasuluhu. Alloh birdir, Muhammad uning elchisidir. Bu lozunka G'ulju shahar To'pchi mahallasidagi Olimjon degan bolaning qo'rasida yozilgan. Mushu bir lozinkini yozgan boshqa, qo'rosida yozilgan boshqa jinoyat hisoblanib, shu
Qoro dizilganligi uchun Olimjon degan bola 16 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Bu albatta 5 fevral qirg'inchiligining qancha dahshatli qirg'inchilik ekanligini isbotlashimizga yetib ishib ketadigan, tashqinlab ketadigan bir fakt deb qarayman. Yana bir slayd qo'ydim. Facialar. Kitapda nurg'un facialar bor. Kitap o'qisanglar, nurg'un facialarga men yer berdim. Bunun içindeki iki facianı mesela sizle birey. Birisi Abdüsalam Qarım faciası. Abdüsalam Qarım Meşrep 5. fevral Gulcu İnqilabının şahitlerinin keçiranlar. İtib belgelerine asaslanganda Abdüsalam Qarım Meşrep başlanganda azırak Meşrep qatnaşqan bilen keyinki vaqtlarda Meşrep kimi qatnaşmagan. Onun keyin dini təbliğ sorunlarına manç kelmegen. Bek aktif bo'lmaganda oxirgi mezgillar kelganda. Onun keyin G'ulji bilan O'rta Osiyo o'rtasida tijorat qilib, shu tijorat bilan bo'lib ketgan. Shundaq turg'uliq bir qitim O'rta Osiyoga chiqib kirganda Xitoy so'roq qilamiz deb il oblasti soqchiniga akitib, ertasi 2 kun bo'lganda bu bola endi qorin bola bu. Dini jihatdan aytib, puxta, yaxshi o'rgangan bola. Il oblasti soqchiniki binosidan o'zini tashlab o'lib oldi deb o'ligini oilasiga topshirib bergan. Ameliyatda o İslam dinida o'zini o'ldirib olish harom sanalganligi uchun bular hargiz o'zini ishlatmaydi. El jamoat, yurt jamoat va ota-onalari va hammasi buni o'zini o'ldirib olganligiga qat'iy ishonmagan. O soqchilarning qattiq qo'rshovlari jarayonida bu mit juyilib O'rta Osiyo tijorat qilayotgan akisi bir kechining ichida chaqirtib kelinib, bu ahvollarni hech qanday bir yerga maxfiyatga sirtib chiqarmaslikni va jinozani mitni sog' salomat yerligiga qo'ymoqchi hech qanday bir ishning yuz berib qolmasligiga kapolatlik qilish haqida akisiga ideya xizmatlarni ishlash orqali bu mitni shundoq yerligiga qo'ygan. Ammo mit namısıga mitni juyishga qatnashganlarning ahli hayron qolgan. Bu mitni juyishga qatnashgan bolalarning birisi Kanadada yashaydi hozir. Shu men birinchi qism kitobda guvohlik bergan mitni ko'rganligi haqida. Tahir Mijit degan inimiz. Mitni juyishda 7-8 soqchi yosh qurolliq üstü turgan suvni akirib bir cho'gin suvni akirib chiqib ketishkichi bo'lganlikda shundaq bir qaraganda badan ko'p to'mirga aylanib qolgan. Ko'p to'mir. U odamning badani emas, to'mir. Bir ko'k to'mirni ko'rgandek. Boshdan tortib tuvangacha ko'p bir to'mir. G'ulji 5 fevral inqilobining qanchalik bir qirg'inchilik ekanligini bu birinchi Abdusalamdan isbotlaymiz. Yana birisi Tay faciasi degan. Bu Abdusalam G'ulji shahar Do'ngmallik bola, ma'avish qurdiman so'zligidan G'ulji shahar Do'ngmallik bola. Buning jinoza namoziga G'ulji shahardagi shu Do'ngmaldagi Gullik masjidida tushirilgan. Jinoza namoziga 10 mingdan kichik ortiq yoshlar qatnashgan. Qatnashib Allahu akbar deb takbir to'lab, shu jinozani qo'lida shundaq beshdan lapildatib turib elib manganda yerim yo'lga kelgan vaqtida soqchilar mashinaga solamiz deganda, soqchilar bilan Uyg'ur yoshlar orasida sirkilish, to'qinish bo'lib qolish ahvoliga kelganda, G'uljidagi cho'nglar bupmo Do'ngmaldagi Gullik masjidining imomi Abdushukur hojim qatorliqlar buni qilsanglar bo'lmaydi, yelim yetar, G'uljidagi bir davrning yoshlaridan ayrilib qoldik. O'q chiqardi qirg'inchilik, ikkinchi bir cho'ng qirg'inchilik boshlandi deganim bilan Abdusalamning jinoza namusini sog' salomat Qardon qabristonligiga qo'ygan. Bu G'ulji tarixidagi Uyg'ur milliy uyg'onish harakati tarixidagi eng dag'dug'liq, eng norozilik tusini olgan, eng Xitoyga qarshi o'chmanlik tusini olgan bir jinoza namusidan iborat. Yana birisi Tay faciasi. Bu balimi G'uljidagi bir danglik qadimiy mahallalarning birisi bor. Do'ngmalga chiqishning oldida bir
Bunda çıkandan keyin dongdan ötüp ondan keyin dong mahalli başlandı. Şu say etrafındaki bir yerde oturduğun bir ticaretçi balken bunu. Bunu mu O'rta Asiyadan ticaret qilib qaytib kelgan vaqtida shu qo'rg'as chegarasida sen so'roq qilamiz deb aytibdilar. 2 kun o'tgandan keyin voy buni isib qoldi deb oilasiga tashlab birga o'ligini. Bularning hammasi men so'zlayotgan hikoyalarninki hammasi o nima? Mushu 5-fevral g'uljinqlarni qizish to'plash ratlash guruhimizdagi ishlarning va uningdan sirtqi mushu 5-fevral inqilobiga shohid bo'lganlarning so'zlab berganlari bularning hammasi isib qoldi deb oilasiga tashlab berdi ekan. Tashlab bergandan keyin bu ozroq vaqt o'tgandan keyin bu aksi bastik ustaxonliq aksini ismi ma kitobda bor. O'rta Osiyoga chiqib g'uljinni to'xtamay yig'laydigan bo'lib qoldi ekan aksi. To'xtamay yig'laydigan bo'lib qolib shu o'riqlab kundan kunga o'riqlab bu inisi o'lib ketgandan keyin 2 yil qamoqqa vaqtida cho'ng ustaxonliq qovul aksimi o'lib ketdi ekan. O'lib ketgandan keyin bu yaqin og'aynilari bu Tayninki aksining yaqin og'aynilari buni ayrim yerlarga tortib qilgan vaqtida sen nimancha bunday yig'laysan? Sen demayotgan nima gap bor degan vaqtida Tayninki 30 kishining hammasini so'rib yetibdi. Saysoqchilari. Chidg'ichiligim qolmadi. Agar bu vaqtda tinadigan bo'lsang, sening oqibating iningdek bo'ladi. Qarindoshlar, Xitoyning qirg'inchiligi o jazo lageri bilan boshlanmadi. Biz bir taqoq qolgan bir tarixning ichida bu tarixlarimizni bilinmay, ham buni kitob darajasiga ko'tarib kelajak avlodlarimizga berilmay milliy Uyg'ur milliy ruhiyati degan vaqtimizda mohiyatga esilmay, shaklga esilib WhatsApplarda menga gul vermidi, menga qo'y vermidi deb ranjib, shundoq yashaydigan bo'lsak, biz xalqimizga, qahramonlarimizga qat'iy yuz kelmaymiz. Bo'ldi, men yana hayajonlanib, chiqib xatolashib ketib qilishdan oldin o'tishdan burun yana bir slayd qo'yib ketdim. Yaxshi gap qildi, xatolashmaydi. Bu qirg'inchilikni desam Unda o 24 yil burun G'oljidagi bizning qarindoshlarimiz, o shahidlarimiz, shuhadolarimiz o'zining issiq qon badaniga bir ruhni uyg'otgan bo'lsa, sizlar qalamlar bilan shularning hayot hikoyasini yozib chiqdilar. Bu haqiqatan to'ldirish tegishli bo'shliqda uzun yillik emgakning mevasi. Cenab-ı Allah sizga ko'p ajr ato qilg'ay. Qarindoshlarimiz bu kitobning qadrini bilib, qachon İstanbulda topqili bo'ladi Taklimakan kitobxonasida. G'arib ellilik yashaydiganlar bo'lsa, Kanadadan buyursa, burada shundoq Amerika Washington DC'da mening Süreyya degan do'stim bor, shu do'stim setyapti. Germaniyada Abdusalom 5-fevral shohidlarining biri, Abduxalil Mejidninki yaqin og'aylarining biri Abdusalom setyapti. Avstraliyada Juratkam Sidneyda, ondan keyin Adelaydada Ho'prajim setyapti. Endi biz Kanadada 300 tal nashr qilgan. Men bilan aloqalashsa 10 tal bo'lgan vaqtida 10 kishilik bir guruh bo'lib order qilsa, buyursa separalayman. Chunki Yevropa davlatlari va boshqa Kanadaning sirtqi davlatlar pochtani qimmat bo'lgan uchun bir taldan separishda kitobning bahosidan pochta qilishib ketadigan ahvol yuz berdi. Endi kelar yili Xudoyim bursa, yilning oxiri yoki kelar yili Taklimakan Uyg'ur nashriyati 2-chi nashr qilg'izdi. Menga yozganligim uchun intayin yuqori baho berganingiz uchun ko'p rahmat ukam. Bir qurol yerda tashlanib tursa, hech qanday mas'uliyati bo'lmagan bilan bir kishining qo'liga chiqsa, qanchalik bir mas'uliyat ig'ir bo'lganiga o'xshash, bir qalamningmi shundoq ustalning ustida turgan bir qalamning hech qanday mas'uliyati bo'lmagan bilan qalam
bir kişinin qo'liga chiqqan vaqtida uning mas'uliyati intayin og'ir bo'lgan bo'ldi. Endi bir millatni ozod qiladiganmi ikki narsa bo'ladi. Birsi qalam, yana birsi qurol. Qalam bizningki ruhiyatimizni ozod qildi. Qalam bizning fikr, ideya va kurashlarimizni, fikr, ideya va his tuyg'ularimizni ifodalaydi. İdeya, fikir ve ko'z qarashlarimiz ilg'or bo'lsa, biz ilg'or harakatlarni ip baralaymiz. Shu ideyalarning yetakchiligida ilg'or ideyalarni ip baralaymiz. Ilg'or harakatlarni ip baralaymiz. Qurol ziminimizni, vatanimizni ozod qilgan bilan qalam ideyamizni va to'g'ri yo'llarimizni ozod qila oladi. Ideya kirishi eng oxirgi kelgan vaqtida qurol kirishidan battar muhim rol o'ynaydi bir millat uchun. Shuning uchun yazaylik demoqchiman. Endi men to'xochuzi qirg'inchilikqa bu qirg'inchilikqa kirishdan burun o'zimni intayin qattiq tutib olaman. Tövbanga chiqib ketdingiz, to'xochuzi qirg'inchilikqa turing, tuvan, yan tuvan, ustiga chiqing ustiga. Shu xato dedimmi? Ustiga. Mana dalmisha. Mana, voy, o'tib ketdingiz. Mana to'xochuzi qirg'inchiligi degan to'q. O'sha to'xta. Yani sen üstü gerek. Tamam. Bunu sen yoğantmın bulamdı ama yaman küçük görmedim yani xatlarni toz ko'ramadim. Endi çoğun? Ya aldıqarak kichkin chiqargan bulamdı. Yok, en bo'ldi. ekranda. Bo'ldi. Mana yaqin aklay. Nima? To'xochuzi qirg'inchiligida bir oiladagi 7 odamni Xitoy qirib o'tirayotgan bir qirg'inchilik bu. Bu qirg'inchilik qanday yuz berdigandimi? Bu qirg'inchilikdimi? Bu oiladagi kishilar 5 fevral G'ulji namoyishi 1997 yil 2 oyning 5 kuni bo'ldi. Ramazonning 27 kuni shu. Ramazonning 28 kuni To'xochuzidagi shu oilaga oblastlik soqchininki Anvarbek degan bir soqchisi kirib keldi. Bular shu yog'on ayam kuni ekan. Yog'on ayamni shu butun bolalari, bular endi Abdurazaq degan bir o'g'li shunaqa. Abdurazaq degan o'g'lini Xitoylar bu oila Xitoy qarshi baklam ko'z ko'rinib qolgan nuqtliq oila bo'lganligi uchun yuqorida biz tilga aytib ketgan İbrahim İsmail bilan munosabati yaqin oila bo'lganligi uchun bularningki cho'ng o'g'li Mutallib qo'ydayman. Yomon ushaq yozilib qolibdi-ku, shuni toz yaxshi ko'ramadim. Mutallib Mo'min bilan İbrahim İsmail bek yaqin o'tganligi uchun bu oilani Xitoyning nuqtliq oila deb ko'z tikib turgan oilalarning biri ko'zimiz qadalgan maqtab. Bularning oilasidagi shu Abdurazaqni biri 2 yillikmi bir kaskan turmaga tashlagan. Shu bilan endi yo'g'andi. Bo'ldi. Rahmat. Shu mush 7 billa o'tkazayli. Mushu hamma oiladagi kishilar jam bo'lib 7 billa o'tkazayli deb bu Mo'minjon akamiz 10 ming yuan pul to'lab kepillik ochgan ekan bu Abdurazaqni. Ochib bular oila bo'yicha shu Ramazon o'tkazib ekan shu kun hamma uydagi o'g'illari, kelinlar, navrlarimiz jam bo'lib shu oyamni tabriklayotgan vaqtida tuyoqsizlar shu G'ulji il oblasti soqchininki soqchidan Anvarbek degan qizil bir soqchi bor. Bu shu soqchi biyaga chiqib Abdurazaqni akatmoqchi bo'ldi ekan. Bo'lgandan keyin bu Mo'minjon akamizdan aytganda, "Voy, men sana texi 10 ming qo'y pul berib, buni kepillik ochgan tursam, 7 shundoq 7 billa o'tkazayli deb kepillik ochgan tursam, sen bu 2 kun bo'la bo'lmasdan, yana buni aytman desam, qanday bo'ldi?" deb bu yerda g'ij-g'ij qilgan.
Bular endi To'qo'cuz yesi G'uljina yesininki uchun Xo'yzo yesidagi bir kent. G'uljidan sal jiroq. Ularninki G'uljida 5-fevral namoyish bo'lganligidan xabari yo'q bular. Amaliyotda G'uljida shu voqea yuz berganligi uchun bu Alman talmanlar bu oilaga chiqqan ekanda shu ko'zi qadalgan mundaq aktiv oilalarni nazorat qilamiz deb. Voy shundoq voqea chiqdi G'uljida, men iktima jura mang deb uni silkishtirib mangandan keyin bular voy nima deysa deb ham ashada surtilishib qolgan ekan. U Anvarbek degan bilan qartib o Mo'minjon akamizga o'q chiqarib ashada naq maydonda Mo'minjon akamizni etib tashlaydi. Ailening dadasini qish shu uydan taloq chiqib peshayvonlar hamma qon nima bo'lib ketdi shuning bilan onundan keyin o qo'rodagi bolalarni Mo'minjon akaga unda etib atgandan keyin saqchiga eslib o Anvarbek deganning bir qulqini kesib etgan. Shuning bilan qolgan orqadan yetishib kelgan Xitoy askarlari qo'rg'o nima qilib kirib shu etish bo'lib shu kuni bir ertasi qaqsarda Mo'minjon aka, Mo'minjon Umar oilaniki eng cho'ng oila boshlig'i dadasi. Musallim Mo'min, Mutallib Mo'min, Abdurazzoq Mo'min, Abdusalim Mo'min, Jabbor Mo'min. Ondan keyin bu ailaga mehmon bo'lib kelgan Dilshod degan 7 kishi Xitoy askarlari tarafidan qirg'inchilik uchrab, ertasi 7 kishini olib ziyoratgohda shu To'qo'juzdagi dehqonlar yerlikka qo'ydi. Bu ailening bir navrisi shu kuni o'g'izga chiqib elib qutulib qolgan, hozir chet eldagi ma'lum bir yer yashaydi, bir davlat yashaydi. Bu inimizmi bizga shu hikoyalarni shu qirg'inchiliklar bilan ta'minladi. Bu aileninki opsi bu shu Mo'minjon Umar akamizningki ayoli Halima Hashir onamiznimi Xitoy 2,5 yillik qamoq jazosi hukm qilib Urumchida baja xuturimiz chiqib 99-yillari bo'lsa kerak To'qo'juzda vafot bo'lgan. Mana u Xitoylar uchun bir oilani qirib etish, yana nurg'un u qirg'inchilik degan odatdagilar bir ish bo'lgan. Men bu To'qo'juz qirg'inchiligining ichiga bekchiq kirmayman, chunki bu ichiga kirib qolsam men hozir so'zimni davomlashtirmay qolmay. Men kitobning ichida bu bek yaxshi tafsiliy to'xtaldim. G'ulji 5-fevral qirg'inchiligining qanchalik darajadagi bir qirg'inchilik bo'lganligi haqida yuqoridagi misollar yetib oshadi deb o'ylayman. Endi eng oxirgi bir slayd qoldi. Hozirgi chet ellardagi mushu. Sal tuvan. Tamam. Okay, mushundaq ig'ir qirg'inchiliklar beshidan o'tgan bir millatning mushundaq ig'ir tipik qurollar bilan qurollangan Xitoydan iborat dunyodagi eng kuchli mandavatgan, dunyoga zo'mgar bo'lman davatgan, dunyoda harbiy kuch jihatda 2-o'rin turayotgan Xitoydek bir armiya bilan jang e'lon qilib partizanlik kurash berib dunyodagi eng yuksak qahramonlikni ko'rsatgan hem ig'ir qirg'inchilik kelgan Uyg'urlarning hozirgi Uyg'ur ruhiyatining chet eldagi ahvoli qayerdan qayergacha. Bu bek cho'ng tema, men buning ichiga kirgim yo'q, ammo ishimga qaynab ketadi ba'zicha. Buning kirsimi ham xatolashmi qilishim mumkin. Biz hozir Uyg'urlar qanday bir millat bo'lib qoldik? Amerikadan vatanga berib, Ipak yo'l sadoliq programmalarida qatnashgan hozir kishilik huquq qurilish ishlayotgan Alice Anderson degan bir naqshchi xonim vatanda bir g'ilpalman bir ko'rib qolgan bir maqola yozgan vaqtida Uyg'urlar haqida. Uyg'urlar mohiyatga emas, tashqi ko'rinishga bak ahamiyat beradigan millat degan bir gapni qilgan. Hozir biz mayli ijtimoiy taratqularimiz bo'lsin, mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, mayli diniy sohalarimiz bo'lsin. Mohiyatga emas,
mahiyetiga, her narsaning mahiyetiga ishlash emas, tashqi ko'rinishga bek ahamiyat berib qo'yapmiz. Bu diniy saharimiz intayin ilg'or bo'lyotidi. Tashqi ko'rinish, namoz, undan keyin jumalarni muboraklash, undan keyin inshaalloh, mashalloh, Allohni ming qitimlab og'zimizdan tushamaslik, ammo mahiyetimizga qaraydigan bo'lsak, islomning haqiqiy mahiyetidan, aqidalaridan sal jiroqlashib ketyapmiz. Tashkilotlarimizmi shunday bo'lyotidi. Tashkilotlarimizda mohiyat haqida gap qo'ygan odamlar, gul bermagan odamlar chatga qilyapti. Shuning uchun tashkilotlarimizning bir tashkilot bo'lib uyushish emas, guruh bo'lib ketishi. Shularning hammasi bizning mohiyatga isilmayotganligimizdan kelib chiqyapti. Mayli WhatsApp to'plarimiz bo'lsin, mayli Facebooklarimiz bo'lsin, mayli Twitterlarimiz bo'lsin. Gül bermeyen, xo bermeyenlerden beklenip kıvatımız. Nimdige addi ya bizden royetimiz. Nimdige addi. Moşinçilik, kırgınçılıkın içindeki çelişip doğan bir millet. Muşundak yaşavatımız. Bu oyunu pekişik bir meselemiz. Abdülhilal Mecid özünü tarazık tatmağa adam özünü, öz hakkında oylaşmağa adam yaşaş kıymet münasip emez degen bir felsefavi ideya bilen özlerini tarazı qısıp zahir şeklini inqilab şehriga aylandırgan. Bizim özümüzün tarazı qısıp qışımız gerek deb o'ylayman. Shunchalik dayifkam. Mana bu fursatlarni berganingiz uchun ko'p rahmat. Endi shu ko'rguvchilarimizning savollari bo'lsa javob beray. Agar savollar bo'lmasa, mening so'zlaydiganlarim shekil. Körürmenlerden sual mı kemet o. Bu naq meydanını hem Facebook'tan hem YouTube'dan kılavatımız. Bu kanalı yine açılgan boğaçka belki şu sebepten de o. Bu bir tarih bu kaldı. İnşallah bunun için o Allah şu YouTube arkalıklı köreleydi o programını. Senin o kıymeti vaxtlarını çıkarıp hazır ötközgen programımız 1,5 saat bo'libdi, ammo mo'yin bo'g'ini sizlar necha yillab izlanib bir ish kitobni chet el sharoitida chiqarish unda oson emas. Men kitobning shu birinchi qismini oldingilar sizlar aytgan o'qib, hatto Helsinki universiteti kitobxonasiga qo'yib qo'ygandim bir parchani. Bundan keyingi bölümde inşallah men o'qishga tirishiman. Qarindoshlardan men shaxsan o'tindim. O 24 yıl burun bizning G'o'ljidagi qarindoshlarimiz o'zining issiqqan bedeliga bir inqilobni boshlatib xalqimizning Xitoyga qarshi bo'yin egmaydiganligini isbotlagan bo'lsa, yozuvchimiz Gulshan Adam o'zining qalam orqali bu tarixni yozib chiqibdi. Bu kitobni yozishdan bakar o'qish degan bir necha kunlik ish endi. Şunu qo'llash yuzasidan bo'lsa-mu, kitobga avdi şeyle hemen shunda bo'lishga ishonaman. Chunki bizning millatimiz o'qishga herisman. Bundan keyingi shundoq chet ellarda kitoblarninki yangi kitoblarni nashr qilinishi, yangi yozuvchilarimizninki qalam tayyorlatishi, o'qirmanlarniki qo'llashi bog'liq. Biz buni unutmasligimiz kerak. Eğer biz onu kılamazsak demek ki çoğun yakamasak olurdu. Ben onu deydim şunçilik. Ondan da bugün programımızdaki yine ahırda deydiğim bir kız gibim var. İtahın. Gipiniz böyle kaldı mı? Ya gel silde. Mina yana ma'u Don Quixote ve Sancho Panza Don Quixote ve Sancho Panza Uyg'urlar degan bir maqola to'plamini yaqinda Kanadada nashr qildim. Ko'plagan kishilar mendan bu kitobning ismini haqida so'radi. Don Quixote va Sancho Panza deb Uyg'urlar deb ism qo'yibsiz. Buningki ma'nosi nima deb. Bu kitobda men Cassini va Sahar taxallusida yozgan maqolalarimning to'plami 2016-yildan hozirga qadar. Bu Don Quixote degan ismni qo'yishimdagi sabab bu İspaniyalik yozuvchi Cervantesning Don Quixote degan kitobiga tahdid qilib
qo'yilgan. Mushaqda yozgan bir maqolam bordi. Shu maqolaning ismini bu kitobimga mavzu qilib qo'ydim. O Don Kixot degan o kitobda Don Kixot degan bir kishi o'zini vatan millatni qo'g'daydigan bir qahramon deb o'tirg'i chiqardi. Shuni yeniga bir Sancho Pansa degan bir kishini elib o shu vatanni qo'g'dash uchun zolimlarning zulmidan unutulish uchun kurashga otlanib yo'lga chiqdi. Lekin qo'y padlari oldi, qo'y padlari uchrab qolsin, ashuni bu dushman jangchisi deb o'ylab o'sha qo'y padlari bilan urushib qo'ylarni xonvayron qilib ashundoq qildi. Choq belaklar uchrab qolsinmi, shamol chiqaradigan choq belaklarni dushman deb urushdi. Abaylarning yer ostidagi g'araq to'nglarni bu jin shaytonlar deb urushdi. Ammo haqiqiy dushman o'tirg'i chiqqan vaqtida qochib ketdi. Shundoq bir narsani ifodalagan bir asrdi. Cervantesning 300 yildan yog'si nayt qimmatli tangli xub dunyoning ham yerida nurg'ulg'an tillarga tarjima qilingan. Shuning uchun men bu Uyg'urlar jamiyatida bundoq Don Kixotlar mavjud hozir. Bu kitobning mavzusini shundoq deb qo'ygandim. Shuni bir tushuntirib qo'ymoqchi. Endi mening so'zim tugdi. Sizdagi. Rahmat qarindoshlar, yana bir qatim kurashchilar. Allohga omonat bo'lgaysizlar. Xayr xo'sham Allohga. Xayr xo'sh, Allohga omonat.